katta mashina haydaydigan akalardan ko'pchilikdan kelib tushayotgan savol, aytilgan probegga bermaydi yoki tez yorilib ketadi, tez yirtilib ketadi. Assalomu alaykum. Bizning mutaxassisimizning oldiga kelganmiz. Mana Akrom akam 10 yildan beri shu sohadalar. Hozir sabablarini sizlarga sanab o'tamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu ko'rib turgan baloninglar Chaoyang 385-65-7-22,5. Bu balonimiz aslında pritsepga qo'yiladigan balon. Sho'pir akalarimizning ko'p qiladigan xatosi, O'zbekistonning ichida yuradigan sho'pir akalarimiz buni qo'ysa bo'ladi bemalol, chunki qisqa masofaga ko'p yurish bo'ladi. Bu balon yaxshi chidaveradi. Yevropaga, Rossiyaga, chet davlatiga chiqadigan akalarimizga buni tavsiya qilmaymiz, sababi ular uzoq yo'lga yurishadi. Ko'p balon aylangan sari qizish ko'payadi. Qizish hisobidan balonda yorilish, yirtilish yoki tuxumda shishga berish alomatlari ko'rinadi. Keyin akalarimizning bitta qiladigan eng katta xatosi protektorga ko'p qiziqishadi. Pritsepga taqilish kerak bo'lgan balonni imminni rulga taqib olishadi. Rulga taqilish kerak bo'lgan balonni pritsepga taqishadi. Pritsepga mo'ljallangan protektorni albatta pritsepga taqish kerak. Sababi pritsepdagi balon ko'proq bitta направлениyaga aylanish kerak va sirpanadigan, ozgina to'ynadigan balon bo'lish kerak. Chunki qisqa yo'llarda поворот, разворот degan narsalar sho'pir akalarimizning eng katta dardi bo'ladi. O'sha vaqtda balonni protektori sekindan ko'ra tezroq yedirilishi bo'ladi va yonidan yorilish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun akalar yurayotgan yo'lingizga qarab boradigan manzilingizga qarab balonni tanlashni bilsanglar, balon sizlarga juda ham uzoq muddatga xizmat qilib beradi. Demak, mutaxassis maslahati tekin, dastavka tekin, ustanovka tekin. Xitoydan o'zimiz olib kelsak, birinchi qo'l bo'lsak, yana sizlarga qanaqa sharoitlar kerak? Yana kim bundan yaxshi sharoit qilib beryapti? Qo'shimcha ma'lumotlar Telegram kanalida pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yana o'zingizga kerakli bo'lgan maslahatni olsanglar bo'ladi.